holat PRmi yo haqiqatda yiqildingizmi? Yo, rostdan yiqilib qoldim, orientir ololmay qoldim. 10 yil ortga qaytib qo'ygan bo'yingizda qaysi xatolik qilmagan bo'lardi? Sabab bloger bo'lib ketgansiz va necha yoshingizda boshlagansiz? Ha, bloger bo'lishimmi? Qariq u. Uni gapirsa yarim soatdan Baxt siz uchun nima? Birinchi savol. Baxt men uchun O'zingiz yoqtirgan top 3 ta bloger. Aka, qachondir farmonda borsangiz, jigar tarbiya yo'q. Hozir o'sha blogerlik qilyapti, aksiya yig'ishtirib olyapti. Siz o'zi bir jurnalistmisiz? Hatto hammadan intervyu oladigan bo'lib ketgan. Nima sabab bloger bo'lib ketdingiz? O'z savdogar edingiz. Hammaga assalomu alaykum. Manfaatli intervyu kanaliga omad tilayman. Bobur Mansurovning istoriya va post narxini bilish uchun bu videoga bitta like bosib, oxirigacha kuzating. Assalomu alaykum akajon. Yana bir bor, nima sabab bloger bo'lib ketgansiz va necha yoshingizda boshlagansiz? Ha, bloger bo'lishimmi? 31 yoshimda boshladim. Ha. Hozir 32 ga kirdim. 1 yil bo'ldi-da. Muvaffaqiyatingiz siri nimada? Muvaffaqiyat siri? Ha. Muvaffaqiyat siri faqatgina mehnatda. Mehnat, yaxshi niyat, Xudodan so'rash kerak. Yaxshi niyat qilib, yaxshi mehnat qilsa, albatta mevasini ko'radi. Nimaga aynan musurkada chiqasiz? O'sha zvezda bo'ldingiz, musurkada chiqmasdan bir seryozni kontent qilsa bo'lmaydimi? Yo'q, hozir masalan musurkada kamdan kam bo'lyapti. Yana oldin to'g'ri boshlaganmiz. Musurkada nima uchun? O'sha men yashab turgan uyimga yaqin bo'lganda o'sha musurka, o'shanda bir ideya kelib qolgandi. Katta bir narsa, keyin o'sha ommalashib ketgandan keyin ishlaganmiz. Buni hech qanaqa anusi yo'q. Masalan, обязательно musurkada yoki bir narsaga taalluqli bo'lishi uchun ishlamaganmiz. Ideya kelib qolgan, shundan keyin yana bir xilga muxlislar Bobur Mansurovni vayinlari bachkana shunaqa gaplar ham bor. Siz nima deysiz? Endi shunaqa negativchilarga. Unaqa hamma joyda tanqid bo'ladi, hamma kasbda tanqid bo'ladi. Men uni to'g'ri qarayman. Agar u joyga oshirib yuborgan bo'lsa yoki boshqa narsa qilgan bo'lsa, keyingi vaylarda masalan o'sha narsalarni yo'q qilamiz. Endi muxlislar, tomoshabinning ham fikri muhim. Uni eshitib turish kerak, bilib turish kerak. Endi bir xillar silishkim oshirib yuboradi. O'zi nima deyotganligini ham bilmaydigan negativchilar ham bor. Lekin yaxshi negativlarni albatta qabul qilamiz. Bobur Mansurov muxlislik qiladigan 3 ta bloger. Men o'zimmi? Aha. Elmurod Haqnazarov, Elmurod Haqnazarov, Mitvayn, Mo'min. Xo'p. O'sha odamlarimiz uchun qiziq, obunachilarimiz uchun qiziq. Bobur Mansurovning Instagramga istoriya va post narxi qancha? Yo, buni aytmayman. Xo'p, siz kommentariy yozib qoldiring. Bobur Mansurovning istoriya va post narxi nech puldan nech pulgacha arziydi? Rahmat. Sizning fikringiz biz uchun qiziq. Akajon, sizga katta rahmat. Ketgan vaqtga rozi bo'ling. Harakat bilan o'zim mehnat bilan erishdim. Endi siz bunaqa deyapsiz, lekin odamlarga motivatsiya bo'ladi, Ulug'bek. Odamlarga motivatsiya bo'ladi. Istoriya va post narxi nech pulligini bilmoqchi bo'lsangiz, videoga bitta like bosib, oxirigacha kuzating. Xo'p, aka, blogerlikni necha yoshda boshlagansiz va nima sabab boshlagansiz? Avval ideyasi bilan boshlaganmiz. 2019-yil boshladik. O'rtoq, boya adem bilan telefonda rosa doshini ko'tarib gaplashding-ku. Boshqa unaqa qilma, xo'p, men g'alati bo'lib ketdim. Kontent ichida o'zingizga eng yoqqan hujjat qaysi? Shunchadan beri video olasiz. Ko'p bunaqasi. Chunki o'zim ishimni yaxshi ko'raman. Moj bratan, yigit. 24/7. Gaptalaysan, boshingga ham, yoshingga ham emas. Odam 1 minut. 10 yil ortga qaytib qo'ygan bo'yingizda qaysi xatolik qilmagan bo'lardi? Ular xatolarim ko'p. Xo'p, muvaffaqiyatning siri nimada? Avvalambor Alloh, qolaversa ota-onam duosi. Biz shunchaki harakat qilamiz. Ko'pchilik sizni havas qiladi, o'sha Mitbi jamoasini kirib bo'lmoqchi bo'lgan bolalarga nasihat berasiz. Meni maslahatim ko'p aytaman bu gapni. Hech kimni eshitish kerak emas. O'zingiz yangi qirra ocha olaman deb o'zingiz bilsangiz, harakat qilishingiz kerak, to'xtashingiz kerak emas. Xo'p, istoriya va post narxi qancha? Aytmaymiz uni. Necha bir? Nech puldan nech pulgacha? Boshqacha kontent qilinglar, mana shunaqa kontentlar mana. Mana shu gapimni ham qo'ying. Birovni pulini hisoblamanglar. Birovni nech pul topishni o'ylamanglar.
birov bilan qo'polroq qilib ishingni bo'lmasin. Odam o'zining harakati bilan, o'zining mehnati bilan erishsin. Endi siz bunaqa deyapsiz, lekin odamlarga motivatsiya bo'ladi, Ulug'bek. Odamlarga motivatsiya bo'ladi. Uyda bekor o'tirgan odamga, mana blogerlik qilsam bo'ladi. Shuncha blogerlar shuncha pul topyapti ekan degan fikr uyg'onadi. U motivatsiya deyilmaydi bu narsa. Hop. Buni men nazarimda motivatsiya deyilmaydi. Bu motivatsiyani olish kerak. Odam o'zini sharoitidan marhol etgan edi, ham zo'r gap aytgan edi. Uyingizda bitta nonga yeyib ichishga pulingiz bo'lmasa, oyingizda ko'chadan chiqib pul so'rashgan boshqa motivatsiya, katta motivatsiya yo'q-da. Bu birovni sotishdan motivatsiya olinmaydi. Havas qilish mumkin, boshqa qilish mumkin, gap qilish mumkin emas. Lekin biz ham dunyo milliarderlardan motivatsiya olmaganmiz. Harakat qilganmiz, harakat qilgan. Bir narsa ochiqlanish kerak emas bu deyman. Bildim. Joningizga sog' bo'lsin. Xo'p, siz fikringizni kommentariy yozib qoldiring. Ulug'bekda reklamasi necha puldan necha pulgacha arziydi? Blogerlik qilmanglar. Asqar akani istoriya va post narxini bilish uchun bu videoga like bosib, videoni oxirigacha kuzating. Asqar aka, xo'p, vaqt siz uchun nima? Birinchi savol. Vaqt men uchun hamma narsa Qisqa. qisqasi. Masalan, vaqt oila tinchligi vaqt, ota-onam borligi vaqt, farzandlarim borligi vaqt. Muvaffaqiyatingiz siri nimada? Uydagilarning duosida. Duoni kuchini ko'pchilik bilmaydi, ko'pchilik biladi, bilganlar biladi. Xo'p, sizga o'xshab siz havas qilib blogerlik qilmoqchi bo'lgan bolalarga nima maslahat berasiz? Blogerlik qilmanglar. Biznes qilinglar. Nima qilasizlar? Boshinglarni ortib. Ko'ra olmaydiganlar ko'p. Shuning uchun men endi o'zim bloger deb hisoblamayman, men aktyorman. Mayli hozir bayon sohasida ham ijod qilyapmiz. Omad tilaymiz. Blogerlikni boshlayotgan yoshlarga omad tilaymiz. To'xtamanglar, bu kun bo'lmasa ertaga kun bo'lmasa indinga albatta o'z so'zinglarni ustidan chiqasizlar, natijaga erishasizlar. Xo'p, obunachalarim uchun qiziq savol. Sizni reklamangiz, istoriya va post narxi qancha? Xo'p. 1000, 3000. Istoriya narxi $1000, post narxi $3000. Ana. Bu $3000 arziydimi, arzimaydimi? Kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring va Asqar akamga jo'natib bering. Aka, ketgan vaqtingizga rozi bo'ling. Charchamanglar. Rahmat sizga. Xo'p. Mo'min Life profil asoschisi Mo'min aka, istoriya va post narxi qancha? Bu bilish uchun bitta like bosib, oxirigacha videoni kuzating. Xo'p, aka, kecha sahnada o'sha qo'lingizni ko'tarib chiqayotgan joyingizda yiqilib tushdingiz. Bu holat PRmi yo haqiqatda yiqildingizmi? Rostdan yiqilib qoldi, orintir ololmay qoldi. Endi bugun olamiz xudo xolisa orintir. Siz vayillaringizda bir marta Jahongir Ortiqxo'jayev bilan qildingiz. Yaqinda Ozodbek Natarbekov bilan qildingiz. Ular bir oz miqdorda bir manfaat yoki pul berilganmi yo ular addushi chiqib berishganmi? Addushi chiqib berishdi. Mo'min Life profiliga bitta reklama, istoriya va post narxi qancha? Nechta istoriya qilib berasiz? 1600 ga. $1600 bitta reklamani istoriyaga qo'yib berasiz. Postga nechta qo'yib berasiz? 6,5 ming. $6,500 qilib berasiz. Manfaatli intervyu profil obunachilari uchunchi? 6000 qilib beraman. $500 sizga skidka bo'ldi. Albatta reklama qildiradigan bo'lsangiz, Mo'min Life profilida zo'r qilib reklama qildirib oling. Aka, sizga rahmat. Ketgan vaqtingizga rozi bo'ling. Bu videoga bitta like bosib, hamda manfaatli intervyu profiliga obuna bo'lib, do'stlarga jo'natish esdan chiqmasin. Abdurahmon Mufid profil asoschisi Abdurahmon akami istoriya va post narxini bilmoqchi bo'lsangiz, bu videoga bitta like bosib, videoni oxirigacha kuzating. Assalomu alaykum aka. Xo'p, aka, nima sabab blogerlik boshlab o'rgansiz va necha yoshingizda boshlagansiz? Ya u ancha tariq u. Uni gapirsa yarim soatdan shu ketadi. Qisqacha biz obunachalarimizga qiziq. Bolaligimdan aktyor bo'lishni xohlaganman, bo'la olmaganman, oxiri bloger bo'lganman. Necha yoshingizda boshlagansiz? 21 yo 22. Xo'p, mana shu kandidatlar ichida o'zingizga eng yoqqan bittasi qaysi biri bo'lgan?
ona haqida gap. Keling ona. Baxt siz uchun nima? Baxt, oila, Baxt oila. ona, ota, ayol, farzand. Mana baxt. Kelajakdagi orzungiz. Orzu samolyot olishsan. Yo'q, xo'p, umr davomida shunaqa faqat blogerlik qilib yurasizmi yo boshqa yana bir Tadbirkorlik, kinoga o'tganmiz hozir. Kino, kelajakda katta kinoga o'tish. Hozir 6 ta kino oldik, Xudoga shukr. O'sha obunachilarimiz uchun qiziq, mufid profil asoschisi, istoriya va post narxi qancha? Ya uni aniq ochiqlolmaymiz, chunki hozir menimcha desangiz, voy shuncha pul topar ekan deydi. Chunki bizda komanda bor, 8 ta bola ishlaydi, komanda. Bo'linishi boshqasi. 8 million istoriya deylik. Postda 30 million, 35 million deb qo'ydik. Siz kommentariyaga fikringizni yozib qoldiring. Abdurahmon akamiz istoriya va post narxi necha puldan necha pulgacha arziydi? Akajon, sizga katta rahmat. Charchamang. Ketgan vaqtingizga rozi bo'ling. Keling, chiqib. Nima kelingimga qarayapsiz? Bu yoq hozirgi suhbatdoshimiz Mirzayevlar oilasi. Aka, assalomu alaykum. Xo'p, aka, sizga artistlik qulaymi yoki blogerlik qulaymi? aktyorlik qobiliyatiga ega bo'lgan odam bu blogerlikda ham shug'ullanishi mumkin. Endi bizni asosiy ishimiz va aktyormiz. Birinchi xalqqa tanilishimizga asosiy sababi bo'lgan bu aktyorlik kasbimiz. Endi hozir zamon talabi shu Instagram anaqalar talabi bo'layotgani uchun bu bilan ham shug'ullanib ketyapmiz. Ko'pchilik hozir o'sha blogerlik qilyapti, artistlik yig'ishtirib olyapti. Yo'q, yig'ishtirmayapti. Misol uchun mana Mo'min bilan chiqadigan Asqar birga chiqadi, ota bola bo'lib. Qamoqxonaga nima keldi vadi? Akani kutyapmiz. Boshqa anaqa kontentda chiqadi. Asqar teatrda ishlaydi mana. Hozir boshlovchilik qilayotgan musulmon bor. Musulmon ham teatrda ishlaydi. Ikkalasini keyin olib ketishyapti bular. Chunki aktyorlik baribir professionalizm unda. O'shuning uchun nima qilishni bilgani uchun bu ham qo'shimcha ish birga olib borishyapti. Endi kimdir aktyorlik yig'ishtirib faqat blogerlik bilan ham shug'ullanayotgan. Xo'p, siz o'sha o'ynagan kinolar, student taqdirlar, opa-singillar va boshqa kinolarda o'ynagansiz. O'zingizga yoqqan eng bittasi qaysi biri? Endi bu bitta menga emas, baribir endi opa-singillar. Go'zal yashamoq totli, marjon kabi tizilgan yillar bir-biriga Xalqqa ham, o'ziga hammaga yoqqan. O'sha paytda 2012-yildan 2014-yilgacha 2-3 yil oralig'ida ketdi shu serial. Nafaqat bizni yurtimiz, qo'shni respublikalar ham xuddi biz tomoshabin qanaqa ko'rgan bo'lsa, mana qo'shni Qozog'istonga chiqdik, Tojikistondan, hatto Afg'onistondan ham muxlislarimiz bo'lgan, shuni ko'rgan. Ketgan vaqtingizga rozi bo'ling. Rahmat sizga. Wow! Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Behruzda istoriya va post narxini bilmoqchi bo'lsangiz, bu videoga bitta like bosib, oxirigacha kuzating. Xo'p, Behruz, o'zi trenddagi gapingiz qaysi edi? Wow. Wow. O'zingiz yoqtirgan top 3 ta bloger. Birinchisi Erkin Bozorov. Ha. Endi Vaynerlar ichida o'zimizni qadrdonlarimiz, birga o'qigan akalarimiz Bobur aka, Mansur. Aha. O'zimiz mana oshxona yo'nalishida, ovqat yo'nalishida ish olib boryapmiz. U agar food blogerlardan bo'ladigan bo'lsa, Mansur Hamzayev oshqosh. Bitta yoqtirmaydiganni aytib bering. Yoqtirmaydiganim shu o'sha chiya bo'riladi. Jiya bo'ralar. Aka, hayotingizda eng baxtli kun. Hayotimdagi eng baxtli kun, bugun ham hayotimdagi eng baxtli kunlardan bittasi. Mana bu ham ancha-muncha odamga emas. Shunaqa katta restoran ochyapmiz, oilalarimiz bilan, oila a'zolarimiz bilan birlamiz. Bundan endi baxtlisi bilmadim men yana qanaqa bilan. Mohriddin osh markazini ochishga nima sabab bo'ldi va ideya kimdan chiqdi? Jamoa bilan kelishdik. Endi qanaqadir biznes boshlaymiz deydi. Shu yo'nalishni tanladik. Shu ovqat sferasini tanladik. Oshxonada ish boshladik. O'zi odatda sherikchilik ish qiyin. Sherikchilik ish qiyin. Orada nizolar ham bo'lib turadimi, kelishmovchiliklar? Yo'q, biz boshidan hamma narsani kelishib olganmiz, shunaqa nizolar chiqishini bilib turib, hamma narsani konkretni boshidan kelishib olganmiz. Shuning uchun bizda hech qanaqa nizolar chiqmaydi. Jamoada kimni aytgani bo'ladi ko'proq? Jamoada biz u boshliq demaymiz, hammamiz kim gapirsa o'shining gapini eshitaveramiz. Men gapirsam boshqalar eshitadi. Agar Qodir gapirsa biz eshitamiz. Hamma bir-birining gapini eshitadi.
ma'qullaymiz, kelishib ishlaymiz. Xo'p, o'sha hammani qiziqtirgan savol, istoriya va post narxi qancha? Story 500, post 1,5. Behruzda reklamasi 1,5 ming dollarga arziydimi, arzimaydimi? Kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Xo'p, aka, sizga katta rahmat. Ketgan vaqtingizga rozi bo'ling. Katta qurtopimizni 1 minutda 4 deyaversa bo'ldi. Perival malikasi boy chechakni istoriya va post narxini bilish uchun bu videoga bitta like bosib, videoda oxirigacha kuzating. Xo'p, bilishimcha Perival malikasi turmushga chiqmagan uydagi yigit qanaqa bo'lishini xohlaydi? Avvalambor Allohni tanigan bo'lish kerak. Aha. Qalbida yaratgan bo'lgan insonni faqat qalbida yaxshilik bo'ladi. Albatta, bo'ylari gavdali, bo'ylari uzun. Bo'ylari. U dastoyni o'ziga. Hozir Endi baquvvat bolalar ko'rib katta bo'lganimizda tog'i toshda shunaqa tasavvur qilamiz. Baquvvat bolalar albatta aloqaga chiqinglar. Xo'p, qarang. Hozirgi holatda ko'pchilik mahrga kelik so'rayapti, kimdir 3 xonali uy so'rayapti. Nima so'ragan bo'larsiz mahrga? Mahrni yomonini aytdingiz. Mahrga gelik, villa, 15 xonali uy unaqa so'ramaymiz. Mana shu katta qurtopimizni 1 minutda 4 deyaversa bo'ldi. Qarang, hozirgi holatda siz o'sha turmushga chiqqaningizdan keyin Instagram ishlatmaysan, umuman profilni udalit qilib yuborasan. Siz nima deysiz? Tak, o'ta nozik savol. Birinchidan, endi bu omadni Alloh bergan, xohlagan payt olib qo'yishi mumkin. Bilmadim endi peshonadan agar ruxsat bersa ishlatamiz, ruxsat bermasa ishlatmaymiz endi. Xo'p, kunda kech payt prямой efir qilib odamlarga qurut yegizyapsiz, ha? 100 dollardan pul tarqatyapsiz. Bu haqiqatan realniymi? Hozir men guvoh bo'ldim, hech kim yutalmadi-yu. Realni qarang, bir kunda 80 ta, 90 ta odam yeydigan bo'lsa, faqat 8 ta yoki 5 ta odam примерно yeb qo'yadi. Yutadi. Bu juda ham qiyin narsa, to'g'risi. Xo'p, bir kunda necha bir hasod qilasiz mana shu obunachilaringiz uchun necha bir pul tarqatasiz? Bir kunda 5 ta yoki 6 ta yutadigan egalari insonlar bo'lgani uchun 600-700 dollargacha rasxod bo'ladi. Ishonish qiyin. Bir kunda 700 dollar pul tarqatasizmi? Lekin kuniga obunachilari suvdek oqimga o'xshab kelyapti, bu yog'i ham bor. Keyin savdoyimiz ham Allohga shukr yaxshi. Xo'p, biz obunachilar uchun qiziqarli savol. Boy chechak Nilufarda istoriya va post narxi qancha? Instagram profili. Endi biz oddiy inson. Tog'dan tushgan oddiy qizmiz. Bunaqa narxda insonlar qiynamaydigan darajada istoriyamiz post 300 dollar. 300 dollar bersa, viloyatga ham borib reklama qilib beraverasizmi? Endi u narxlar kelishiladi, chunki uzoq yo'l, kiyim alishtirish, yeb ichish degan joylari ham bor. Xo'p, siz kommentariyaga yozib qoldiring, Nilufarda reklamasi 300 dollarga arziydimi, arzimaydimi? Nilufar sizga Nilufar sizga katta rahmat. Ketgan vaqtingizga rozi bo'ling.